Instagramda, Telegramda oxirgi paytda juda ko'p kuzatyapman. O'zimizni ism sharifimizni noto'g'ri yozyapmiz yoki umuman boshqa bir kino qahramonlarini ismlari bilan nomlayapmiz, qanaqadir belgilar bilan nomlayapmiz. O'zimiz haqidagi ma'lumotni esa rus tilida, ingliz tilida yozib qo'yishga harakat qilyapmiz. Djalilov deb yozyapmiz, Rakmonov deb yozyapmiz. Axir buni to'g'ri yozib qo'yishga hech kim to'sqinlik qilmaydi-ku do'stlar. Bu bizning yuzimiz, bu tilga bo'lgan hurmatimiz, tilga bo'lgan e'tiborimiz, millatni sevishimiz. Tan olsak, olmasak, buni albatta Instagramdagi faoliyatingizga qarab sizga baho berishyapti. Shunday ekan, to'g'ri yozib, o'zimizni, savodimizni, madaniyatimizni, tilga bo'lgan muhabbatimizni ko'rsatib qo'ysak, nur ustiga nur bo'ladi. Djalilov, Rakmonov, shunga o'xshaganlarga jo'natib qo'ying.